oldi. Qora sumka. Qora sumka oldi. Tashadi yana. Tashadi. Sizga Bo'ldi, oldi. Bugungi kunda giyohvandlik vositalari savdosi va ularning noqonuniy tarqalishi butun dunyo hamjamiyatini jiddiy xavotirga solayotgan transmilliy tahdidlardan biriga aylandi. Giyohvandlik vositalarining kontrabanda yo'li bilan mamlakat hududiga olib kirilishi minglab insonlar taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatib, kelajak avlodning sog'lom hayotiga putur yetkazadigan o'ta xavfli jinoyat sifatida baholanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari, shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmati hamda bojxona qo'mitasi xodimlari hamkorligida qo'shni davlatlar orqali transmilliy jinoiy uyushma a'zolari tomonidan katta miqdordagi giyohvandlik vositalari kontrabanda yo'li bilan olib kirilishiga chek qo'yilib, minglab yurtimiz aholisining zaharlanishi oldi olindi. Toshkent viloyatining Qibray tuman hududida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida 1989-yilda tug'ilgan 2 nafar fuqaro o'zlariga tegishli avtomashinada Qirg'izovul mahalla hududiga kelib, dala maydoniga ko'milgan 21,5 kilogramm gashish, opiy va metamfetamin giyohvandlik vositalarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sumkani nima qilmoqchisiz olib? Asha okey. Ashni bor. Sumkani olib o'tishmoqchisiz. Xolislar ishtirokida 3 sumkani ochamiz. Ko'rasizlar, olisizlar. Olib borilgan tezkor surishtiruv davomida ushbu ikki jinoiy sheriklar 1972-yilda tug'ilgan shaxsning topshirig'iga asosan mazkur giyohvandlik vositalarini yashirilgan joydan olib yetkazib bermoqchi bo'lgan. Aniqlanishicha, transmilliy jinoiy uyushmaning O'zbekistondagi tashkilotchilaridan bo'lgan bu shaxs qo'shni davlatda yashovchi fuqaro bilan jinoiy til biriktirib, xalqaro jinoiy uyushma tuzgan holda tizimli ravishda giyohvandlik vositalarini O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish bilan shug'ullanib kelgani aniqlandi. Uyushgan narko-jinoiy guruhning qolgan a'zolarini ushlash maqsadida tezkor qidiruv tadbiri Namangan viloyatida o'tkazildi. Natijada muqaddam jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan sudlangan 1963-yilda tug'ilgan fuqaro Namangan viloyat Uychi tumanida joylashgan dala maydoniga ko'mib ketilgan 5 kilogramm gashish giyohvandlik vositalarini olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Agarda siz ham shubhali shaxslar yoki uning faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Telegram ijtimoiy tarmog'ida Stop Narkobotiga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Giyohvandlik butun jamiyat hayotini izdan chiqaradigan, millat genofondini tanazzulga olib boradigan xavfli illatdir. Har bir fuqaro ogoh va hushyor bo'lib, giyohvandlik bilan bog'liq har qanday holatga befarq bo'lmasligi zarur. Zero yurt kelajagi, millat sog'lomligi va farzandlar taqdiriga daxldor ushbu kurashda barchaning mas'uliyati muhim ahamiyat kasb etadi.